Assalomu alaykum, asal kuzatuvchilarim. Bugun sizlar bilan kollagen mahsulotlari bilan gaplashib o'tamiz. Kollagen mahsulotlari o'zi odam organizmiga necha yoshdan keyin iste'mol qilish kerak degan savollar tushadi menga. Kollagen 24-25 yoshdan keyin odam organizmida уже sutlasha boshlaydi, ishlab chiqarish sutlashadi. O'shaning uchun 24-25 yoshdan keyin har doim ayol va qizlarimizga eng kerakli brend va mahsulotlarimizdan biri bu. Bizning kollagenlarimiz eng halol sertifikatga ega va sizni semirtirib yubormaydi. Bizning kollagenlarimiz juda ham zo'r kollagen, natijasini zo'r beradi. 3 ta korobkasi 1 oylik natija. Bemalol 3 ta korobkasini xarid qilib, 1 oyda natijasini bilib, bemalol biz bilan bo'lishingiz bo'ladi. Kollagen o'zi nima uchun iste'mol qilinadi degan savollarga javob beraman. Kollagen sochlarimiz to'kilishiga, yuzimizdagi ajinlarga juda ham katta yordam, sochlarimizni to'kilishiga juda ham katta yordam beradi va yuzlarimizda ajinlarga ham juda ham katta yordam beradi va sochlarimiz oqarishiga va qo'llarimizdagi tirnoqlarimiz sinib ketishiga ham juda ham katta yordam beradi. Bemalol enel kollagenlarini iste'mol qilsangiz bo'ladi.